Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dekir Minecraft va xush kelibsiz menga yangi videomga. Bugungi videoda biz mana shu Block Party serverini obzor qilib chiqamiz. Ya'ni sizlarga bu serverda qanday qilib ochishni o'rgataman. Xo'sh, men bu serverda o'tgan videoda, avvalgi videomizda Bedwars o'ynagandim. Xo'sh, sizlar ham men bilan Bedwars o'ynashingiz mumkin. Xo'sh, bu esa 0.15 versiyada o'ynaladigan video. 0.15 versiyada kirsa bo'ladigan server do'stlar. Xo'sh, bu serverga kirish uchun sizlar bu videoning tagiga 50 ta like, 20 ta komment va 15 ta obunachi berishingiz kerak bu videoning tagidan va men 0.15 versiyada kirsa bo'ladigan serverga kirishni o'rgataman. Xo'p, unda biz boshlaymiz do'stlar. Xo'sh, bu yoqqa o'tamiz. Server name. Bu yerga server deb yozamiz. IP block. Xo'sh, va chiziqcha party.ru deb yozasiz va bo'ldi. Portni o'zgartirish shart emas. Bosamiz. Xo'sh, va mana shunaqa kiramiz. Xo'sh, bu yerdan endi chiqib ketamiz kerak. Va ko'rganingizdek bizda mana shunaqa server paydo bo'ladi. Vanilla survival. Xo'sh, kiramiz do'stlar. Xo'sh, kirganimizdan so'ng bu yerga har doimgi ishimiz register. Yangi kirganlar albatta har doim kirganda login deb o'z parolingizni yozishingiz kerak. Hozir register deb o'z parolingizni yozasiz. Masalan 089 yoki masalan King deb yozishingiz ham mumkin. Ammo men bunday deb yozmayman. Xo'sh, ikkinchi marta kirganingizda esa login deb boyagi yozgan parolingizni yozasiz. Xo'p, mayli. Men endi biroz vaqt Bedwars o'ynamoqchiman. Xohlasangiz Bedwars o'ynashimni ham ko'ring. Xo'sh, qani. Bu yerda mana bu yerda Bedwarsda 2 marta g'olib bo'lganim ko'rsatilgan. Xo'p, chatni o'chirib qo'yamiz. Xo'sh, bitta odam bor ekan, sakraymiz. Xo'sh, va o'zimga bitta komanda tanlayman. O'sha bitta odam ham chiqib ketdi, la'nati. Xo'p, mayli do'stlar, videoni shu joyda yakunlayman. Qanday qilib bu serverga kirishni o'rgandingiz? Xo'sh, qani bu parkurdan o'tib olarkanmanmi? Mayli. Hech qisi yo'q do'stlar. Barcha xayr, sizlar bilan Dekir Minecraft bo'ldi. Barcha aytilgan shartlar bajarilgandan so'ng men 0.15 versiyaga kira oladigan serverni ko'rsatib beraman. Xo'p, unda hammaga xayr.